Beshariqlik fuqaro Jo'rayev yoshi 50 ni qoralab qolgan bo'lsa-da, qo'shmachilik bilan shug'ullanib, pul ishlashni o'ziga ep ko'rdi. U avval ham xuddi shunday jinoyat sodir etganligi uchun jazoga tortilgan, unga qonun doirasida yengilroq jazo tayinlangan. Agar yana shu turdagi jinoyatga qo'l ursa, keyingi safar jazo og'ir bo'lishi tushuntirilgan edi. Ammo Jo'rayev berilgan yengilliklardan o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmadi. U o'zining yashab turgan uyini islohotxonaga aylantirib, tanish ayoli bilan faxsh ishlarini bajarmoqchi bo'lgan erkakka sharoit yaratib berishga rozi bo'ldi. Jo'rayev uyiga tanish ayoli bilan kelgan erkakdan kelishilgan summani olayotgan vaqtda ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ish Beshariq tumani sudida ko'rib chiqilib, qat'iy jazo tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 131-modda 4-qismi B bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi. Jinoyat kodeksi 60-61-moddasi tartibida avvalgi hukm bilan tayinlanib o'talmagan jazosini sud hukmi bilan tayinlangan jazoga qisman qo'shib, uzil-kesil o'tash uchun 5 yil 1 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Sudlanuvchi darhol sud zalidan qamoqqa olindi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'taydigan bo'ldi.